Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Gadget Shop'da back office'ida qilinadigan ishlar haqida gaplashamiz qisqacha va bizi brand face'imiz hamda montajyor, mobilograf, har bir ishda bosh bo'ladigan Nurmuhammad bilan gaplashamiz. Nurmuhammad, bugungi podkastimiz nima haqida bo'ladi? Assalomu alaykum do'stlar. 100 mingta obunachi ko'pchilik uchun oson tuyuladi. O'zimni shaxsan challenge boshlashim uchun ham oson tuyuldi. Xudo xolisa bugun uning ichida qanchalik mehnat, qanchalik qiyinchiliklar kutib turganini, qanchalik qiyinchiliklarda boshimdan o'tkazayotganimni gaplashib sizlar bilan gaplashmoqchiman. Juda ham yaxshi Nurmuhammad. Menimcha bu obunachilarga ham, o'zimizga ham juda ham bir qiziq ma'lumotlar bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. Xo'p, bugungi mavzuyimiz eshitganinglardek, Instagram sahifamizda 100 mingta obunachiga chiqish challenge uchun bosib o'tiladigan yo'llar, maqsadlar bo'ladi. Va sizlar bilan qisqacha Gadget Shop'da back office'ida yoki do'konda kimlar qaysi vazifalarda ish faoliyatini yurgizadi. Qisqa qilib aytganda, Gadget Shop'da bir kunlik ish jarayonida nimalar ro'y beradi, shu haqida gaplashamiz. Xo'p, Nurmuhammad, keling videoni boshlanishida qisqacha tanishib qilsak. O'zi siz Gadget Shop'ga kirib kelishingiz, ishga kirishingiz, Instagram sahifani yurgizishingiz qachondan boshlangan? Qanday qilib bu sohaga o'zlashib qolgansiz oshna? Juda ham qiziq bo'lgan. Men Gadget Shop'ga o'zi birinchi bo'lib shagird bo'lib kirganman. U paytda Ibrohimjon akam, men Sherist akam bo'lardik. Ish boshlaganimda ko'p so'kishlar eshitganman. Sababi ishga jiddiy mas'uliyatsiz edim. Ertalab 8 da ishlardim, kechqurungi 8 gacha. Orada uxlab qolgan kunlarim bo'lardi. Kelgan savdoni yaxshi bilmaganim uchun ko'p gap eshitib, keyin ustimda birinchi bo'lib programmistlikni boshladim. Ustimda ishlab programmistlikni boshladim. Undan keyin sekin-astalik bilan savdo, telefon oldi sotdi, keyinchalik mediaga kirib ketdim. Demak, bir sotuvchilikka kirganmiz shunda yo programmistlikka? Qaysi vazifada bo'lgansiz? Birinchi sotuvchilikda. Ya'ni do'konda o'tirib telefon sotgansiz, shunaqami? Ha, ham aksessuar, ham telefon sotardim. Yaxshi. Ish jarayonida o'zi boshlanishida qanaqa qiyinchiliklar bo'lgan? Nimalarga duch kelgansiz? Bitta narsani qilgan ishkanlaringiz bo'lsa, ochiq-oydin aytavering. Sherist aka videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ayblari yoki qilib aytmagan joylari bo'lsa, so'kish yo'q. Hammasi ochiq-oydin suhbat bo'lyapti. Men ochiq-oydin qanaqangi aybim bo'lsa, o'zi Sherist akam ko'rardi. Meni so'kmagan, lekin tanbeh berardi. Shunaqangi vaziyat bo'lgan. Sotuvchi bo'lib telefon olib sotayotgan paytim, u paytda do'konimizdan barcha aksessuarlarga 10% dan 70% gacha chegirma e'lon qilganmiz. Tushunishinglar uchun men bitta 16 Pro Max u paytda $1000 baland edi. Hozir ham shunaqa-yu, lekin u paytda tiniq sostenadagilar 17 endi chiqib chiqmagan payt edi. Men 16 Pro Max'da $100 ziyoniga sotib qo'yganman. Voy. Klient bilan gaplashgan holatda 1030 lik telefonni men taxminan $930 berib yuborgansiz. $100 joyida minus bo'lgan. Gap yo'q. Sherist aka, mana aytmaganini bilmaymiz-ku, lekin $100 boshlanishida albatta aytganman. Sherist aka aytib shunaqa qilib qo'yibman deganman. Faqat uni bilgunimcha men 2 kun ketgan, ustimda hisob kitob qilganman. $100 ziyon bang'illab chiqqanini ko'rganman. Keyin Sherist akamga aytib, manaqa holat bo'pti desam, bo'pti endi to'g'rilaymiz degan. Lekin qattiq gapirib yoki oyligingdan ushlab bo'laman deb ba'zi ko'p boshliqlarga o'xshab ustimda so'kib turmagan. Albatta, bu yaxshi. Ishchi uchun, shogird uchun qo'llab-quvvatlash bu kelajakda ishida, boshqasida yana ham o'zini ustida ishlashga yordam beradi va motivatsiya bo'ladi. Xo'p, unda boshqa sotuvchi bo'lib, shogird bo'lib kirgan ekansiz. Media sohasiga qanday qilib o'tib qolgansiz? Qanday qilib brend face'likka o'tib ketdingiz? Shu haqida ham qisqacha gapirib bersangiz. Media sohasida men avvaldan o'zi rasm yoki videolarni olib, oddiy montaj qilib yurardim. Keyin o'zimiz do'konimizga bir nechta mobilograf, videograflar keldi. Ulardan jicha-picha bir singil o'rganib, keyin o'z ustimda ishlab, sekin-astalik bilan o'zim chiqishni boshladim. Men Gadget Shop'da akkauntiga 2 yil, 2,5 yildan oshiq vaqt sarflaganman. Vaqt sarflaganimda o'rtada 3000 ta 3,5 ming, 4 mingtada qatib qolganmiz.
Lekin ungacha har kuni post, har kuni reels, faqatgina qandaydir o'zim ustimda ishlaydigan darajada. Ishoning, hozirgacha eski videolarimni ko'rsam o'zim uchun cringe tuyuladi. Hozirgi darajam bilan u darajam anchagina farq qiladi. Farq qiladi, to'g'ri. Hozir yaqin fursatda o'rtada 3 oy ichida 10 mingta auditoriya yig'dik. Keyin 10 mingta yiqqanimizdan keyin o'zimda qandaydir zerikish uyg'ondi, mediaga qiziqish bo'lmadi, video ishlagim kelmay qoldi. U kameraga aytadigan emas edi. Hechqisi yo'q. Hammaga qiziq bo'lishi kerak. Qiziqishim so'ngandan keyin o'yladim, qarasam ko'pchilik blogerlar o'zi uchun challenge boshladi. Ko'pchilik misol Amerikaga piyoda ketaman deyishdi, mashina. Hozir hamma ko'payib ketdi, kamerani yoqib, men piyoda Surxondaryoga, men piyoda ketyapman deb. Shunaqa ketdi haqiqatda. Undan keyin aniq qilishdi, uyiga qopqoq qoqadiganlar boshladi. To'xta dedim, bulardan nima ekan dedim. Shunday qilamanki, zo'r bo'ladi dedim, lekin ko'zim yetmayapti. Ko'p paytda ko'zim yetmadi. Ko'pchilikdan maslahat ham so'radim. 100 mingta auditoriya qilamiz avgust oxirigacha, ya'ni sentyabrda bosh kunigacha bizning auditoriyamiz 100 mingta bo'ladi deb o'zimga o'zim va'da berdim. Maqsad qo'yildi. Demak, avgust oxirigacha Gadget Shop Instagram sahifasi 100 mingta obunachiga ega bo'ladi. Jonli auditoriyaga ega bo'lamiz. Xo'p, Nurmuhammad, siz hozir aytib o'tdingiz, kelganman, boshida sotuvchilik, programmistlik, keyin Instagramga o'tib ketdim. 3 yildan beri Instagram sahifani yurgizyapman dedingiz. O'zi Instagram sahifa, umumiy Gadget Shopga kelishingizdan oldin qayerda ishlagansiz? Nima ish bilan shug'ullangansiz? Instagram bo'yicha yoki mobilograflik bo'yicha tushunchangiz bo'lganmi o'zi bo'lsa ham? Yo'q. Instagram sohasi bo'yicha ham mobilograflik, brand facelik hech narsadan xabarim bo'lmagan. Shunchaki oddiy remontda yoki bo'lmasam zavodda ishlaganman. O'qiganman. O'qigansiz va oddiy qora mehnatda bo'lgansiz. Shunaqa. Xo'p, yaxshi. Gadget Shopda unda mobilograflikda, brand facelikda kimdan o'rgandingiz? Yo shunchaki o'zingiz ish jarayonida o'zingiz qilib, o'zingiz o'rgandingizmi yoki kimnidir ustoz deb ayta olasizmi sizga o'rnak bo'lgan, siz haqiqiy bilimlarni olgan inson sifatida kimnidir ko'rsata olasizmi? Brand facelik, mobilograflik bo'yicha ko'proq montajlarni tanishlarimdan so'rab o'rganganman. O'zim ustimda ham ishlaganman. Brand facelik Instagramda yurgizish bo'yicha ko'proq Sherzod akamdan maslahat so'rardim. Ibrohimjon akam ham ancha-muncha ideyalar berardi menga. Ma'lum bir kurslarni ham sotib olib o'rganganman. Demak, Anarog'i sotib olib bergan Sherzod akam menga. Demak, onlayn kurslar orqali tajriba oshirib, onlayn kurslardan o'rgangansiz. Obunachilar shu yeriga e'tiborli bo'lasizlar. Demak, onlayn kurslar orqali o'qib ham Instagram sahifasini yurgizsa va brand facelik qilsa, mobilograflik qilsa, albatta bo'lar ekan. Faqat insonning o'zida ozgina mas'uliyat va harakat kerak bo'ladi. Harakat talab qiladi ham. Nurmuhammad, do'konning ish jarayonida bo'lgan eng qiyin vaziyatlar qanday bo'lgan? O'zingiz uchun qiyinchilik tug'dirgan yoki hijolatli holatlar bo'lishi mumkin. Hijolatli holat bo'lgan. Bizning doimiy mijozimiz 16 Max'ini bergan. 17 Max yangi ochib ketganda 2 kundan keyin emaykasi bloklanib qaytib kelganda. Voy. Emaykasi bloklangan holatda qaytib kelgan, biz hammamiz aniq bo'lib qolganmiz. Endi garantiyamiz bor. Garantiya berilgandan keyin, misol garantiyasi bor degandan keyin almashtirib berish kerak. Boshqaga almashtirib berganmiz. Lekin ungacha o'zimiz ham hayron qolganmiz. Yangi 17, o'zingiz o'ylab ko'ring, 17 Pro Max yangi Silver ochdingiz, taxminan 1640 yoki 70 dollar atrofida-da. Silver rang. 1600 dollarga telefon olsang, 2 kundan keyin ishlamay qolsa, bloklanib qolsa. Da, ancha odamning asabini buzadi. Klient bilan urush janjal bo'lmaganmi? Yo'q, klientimizga aytganmiz, shunda ko'rganmiz, shunaqa holat. Bo'ldi deb turib, sразу joyda yechimini qilib berganmiz. Klient ishini 1 soat ichida hal qilib berganmiz. Bu yaxshi menimcha. Shaxsan men ham agar 1650 dollarga telefon oladigan bo'lsam, ishonchli garantiyasi bor joydan telefon sotib olgan bo'lardim. Nurmuhammad, boshida aytib o'tdingiz, mana 3 yildan beri Instagram sahifani yurgizyapsiz. Ya'ni brand facelik, Instagram yurgizish bo'yicha ishlayapsiz. Undan oldin sotuvchilikda shogird bo'lib ishlagan ekansiz. Bilamiz, Gadget Shop 2020-yildan beri ishlaydi, ish faoliyatini yurgizadi.
Siz ishga birinchi kirgan paytingizda yoki shunaqa vaziyatlar bo'lganmi? Ya'ni ish qilgansiz, oylik olmay ishlagan paytlaringiz, ya'ni faqat ishlaysiz, ish jarayoni bo'ladi, lekin daromad yo'q. Kelib ketish yo'l kiralar, obed bor, o'zingiz shaxsiy xarajatlaringiz bor. Shu payt qiyinchiliklar tug'dirganmi sizga? Yoki ishda bo'ldi ishlamayman, tashlab ketaman degan paytlaringiz ham bo'lganmi? Unaqa vaziyatlar bo'lgan desak ham bo'ladi. U shaxsiy hayotga bog'liq. Oyligimni shunaqa vaziyat bor bizda. Sherist akamga manaqa pul kerak desam beradi. Doim berib kelgan. Ba'zida shu oyligimni oylikkacha yetkiza olmay qolar. Hammasini ishlatib qo'yar. Shunda jicha qiyinchiliklar bo'lmagan demayman. Xudoga shukr, hozir yaxshi, bemalol, stabil. U paytda yosh bo'lganmizmi, qanaqadir bo'lgan bilmayman. Oylik ko'zga pul ko'rinib ketib, tez ishlatib berdi. Hozir hamma yoqda hisob kitobi bilan ish qilaman. Yoshlikka qaytarib qo'ydingiz, programmist bo'lib ishlaganman deganman. Programmist bo'lib ishlagan paytim bitta 11 Pro holati ideal yonkisi ham 80 necha ham yonkisida bitta proshka qilib yonkisini 0 qilib qo'ygan. Voy. Shunaqangi vaziyatlar bo'lgan. Qo'limdan iPhone'lar ham tushib ketgan ba'zida. Tayyor qo'yilayotgan stikloni yangi shogirdman Ibrohimjon akam yangi stiklo qo'yayotganda men buni Birak akani shart sindirib axlatga tashlab yuborganman. Shunaqa muammoli vaziyatlarda ko'rilgan zararni o'zingiz qoplagan paytlaringiz ham bo'lganmi yo doimiy Sherist aka tomonidan Gadget Shop hisobidan Gadget Shop to'langan? Gadget Shop hisobidan bo'lgan. Keyin Abdulaziz S22 Ultra'ga stiklo qo'yatgandim. Birinchi lazer oynada. Bilasiz, S22 Ultra'ni avvalda chiqqan. Lazer oynada stiklo qo'yayotganimda kilayda qo'yiladi, qatirladi. Men qo'yatib kilaylaganimda kilayi uxasiga to'lib qo'ygan. Klient telefoni. Klient telefoni 3 kundan keyin bilgan klient. Olib kelganda tozalatishga majbur bo'lib qo'yganmiz. Tozalatib to'g'rilab berganmiz klient telefonni. Albatta bunaqa holatlar kuzatilib turadi. Aytishganda katta shaharlarda ham kichik ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Xo'p, demak shunaqa holatlar bilan Gadget Shop o'z faoliyatini davom ettirdi. Deyarli 6 yil bo'lyapti, davom ettiryapti. Nurmuhammad o'zi Gadget Shop 6 yildan beri faoliyat yuritayotgan bo'lsa, Gadget Shopda o'zi kimlar bor, kimlar ishlaydi, kimlar nima ish qiladi? Shu haqida ham qisqacha gapirib o'tib ketsangiz. Gadget Shopda sizni taniydigan obunachilar bor, lekin orqa fonda ishlaydigan, back office ishlaydigan insonlarni taniydigan, tanimaydiganlar bor. Shular uchun barcha Gadget Shop jamoasini a'zolari haqida qisqacha gapirib o'tib ketsangiz. Gadget Shopda birinchi o'rinda albatta Sherist akam. Sherist akam bizning boshlig'imiz, asoschisi shu do'konda. Keyingi o'rinda rahbar, u Ibrohimjon akam aksessuar bo'yicha, hisob kitob ishlari bo'yicha o'zi yurgizadi. Undan keyin Umidjon akam ham juda ochiq ko'ngil. Sababi telefon oldi sotisi bilan shug'ullanadi va klient tarafga ozgina yurib beradi. Misol qanaqa yurish sanati klientdan qimmatroq telefonni narxlab olib qoladi va arzonroq qilib o'zimizdagini beradi. Shu taraflama ko'pchilikga yoqadi Umidjon aka. Undan keyin albatta men marketing sohasi bo'yicha media, brand face shunaqaman. Abubakir bor. Abubakirda kam odam ko'radi, sababi u Sherist akam o'g'li va biz do'konda ancha-muncha ishlarni ham u bola ham qiladi. Keyin shu ofisimizda siz, ya'ni Abdulaziz bu yoq biz do'konda eng kerakli ishlardan biri, sababi aloqa operatori, ya'ni sotuv bo'limini boshqaradi. Bundan keyin bizning 2 dona Hasan Husanlarimiz bor. Ko'pchilik men shunday olib chiqib qo'yganmanda Hasan va Husan seriali deb qo'yganman. Hasan va Husan serialida ko'pchilik tanimagan bosh qahramonlari bu bizning shogirdlarimiz, ya'ni Sherist akamiz jiyanlari Hasan va Husan. Husani meni shogirdim, ya'ni men bilan ish o'rganib yuradi. Media sohasi bo'yicha Hasanboy bo'lsa, ham telefonlarda olib sotisini, ya'ni Umidjon akaning shogirdi, keyin programmistlik ham qiladi.
Hasan Husanlarni serialini birinchi, ikkinchi qismini ko'rdik. Lekin bilishimcha anchadan beri 3-qismini hali chiqarmadinglar. Sababi Qachon bu davomini meni aybim, ko'ramiz? meni aybim. Sababi menda ideya tugab qoldi. Serialni boshqacha bir prikolniroq chiqardik. Yumor sifatida chiqardik. Biz shuni o'zgartirib boshqatdan xudo xohlasa odamlarga bir foydali, manfaatli, ibratli qilib chiqarish planida bor. Xudo xohlasa. Bu ham oz qolyapti. Demak, yaqinda Hasan Husan serialini qolgan qismlarini sizlarni yana ham ajoyib talqinda kutib qolamiz. Juda ham yaxshi. Xo'p, Nurmuhammad, Gadget Shopda kimlar ishlashini qisqacha bildik. Hurmatli obunachilar, Gadget Shop jamoasi qisqa, kichkina bo'lgani bilan, lekin juda ahil, xuddi bir oiladek hamma teng harakat qiladi, hamma ochiq ko'ngil insonlar. Shaxsan o'zimdan kelib chiqib ayta olamanki, Gadget Shopda hamma doim bir-birini qo'llab-quvvatlaydi. Albatta bu boshliqdan tortib shogirdlargacha. Gadget Shop shuning uchun kundan kunga o'syapti. O'sishga, xalqqa foydali xizmat ko'rsatishga, foydamiz tegishiga doim harakat qilyapmiz. Gadget Shop o'zi asosan nafaqat telefon, balki insonlarni, aholini, xalqni, har bir insonni kundalik hayotida foydalanish mumkin bo'lgan ishlarini yoki ma'lum bir jarayonlarni yengillashtirish uchun foydali bo'ladigan gadjetlar sotuvi bilan ham shug'ullanadi. Kimga qanaqangi gadjetlar, texnikalar yoki sifatli, kafolatli telefonlar kerak bo'lsa, bemalol Gadget Shopni tanlashinglar mumkin. Hop, Nurmuhammad, Gadget Shopni birinchi do'konini ko'pchilik biladi. Albatta, mikrorayonda, Mashrab ko'chasi, Shunaqa. Mashrab ko'chasida, Mashrab kafesini oldida, ya'ni. Hop, Gadget Shopni ikkinchi do'koni ochilyapti. Obunachilarimizni kimlardir xabari bor, kimlardir esa hali xabardor bo'lgani yo'q. Qayerga ochilyapti va qachon ochiladi? Xudo xohlasa, u Gadget Shop ikkinchi filiali tez orada ish faoliyatini boshlaydi va mijozlarimizga xizmat ko'rsatamiz. Qisqacha manzilni tushuntirib o'taman. 3-mikrorayondan to'g'ri chiqqanda Makro supermarketidan chapga burilishingiz kelar Gadget Shop do'koni kelib chiqadi, ya'ni Kinderin o'yinchoqlar magazinining yonida. Hozirda remont ishlari bo'lyapti. Xudo xohlasa, mijozlarimizga maksimal qulaylik yaratgan holatda xizmat ko'rsatamiz. Tez kunlarda Gadget Shop do'konini ikkinchi filiali ham ochilmoqda. Albatta, Gadget Shop ikkinchi filiali ochilishi bilan Instagram sahifamizga obuna bo'lib kuzatib turinglar. Albatta. Buni xabarini beramiz hammaga. Nurmuhammad, Instagramda endi challenge-ga, ya'ni yoz oxirigacha, yoz faslining oxirigacha, ya'ni kuzning boshigacha 100 mingta bo'lish challenge haqida gaplashsak. Podkastimizni asosiy mavzusi ham o'zi 100 mingta obunachiga qo'yilgan challenge, lekin obunachilarimiz uchun qiziqroq bo'lish uchun shaxsiy Gadget Shopda ichki hayotidan aytib o'tdik. Xo'p, Nurmuhammad, bu challenge davomida sizni nimalar kutyapti? Qanaqa rejalar bilan 100 mingtaga chiqmoqchisiz? Va 3 ta maslahat obunachilarimiz uchun Instagram sahifasini yurgizishni boshlagan yoki sizga o'xshab maqsad qo'yib obunachiga erishmoqchi bo'lgan, auditoriyaga erishmoqchi bo'lgan kuzatuvchilarimiz uchun 3 ta o'zingiz maslahatlaringizni berib o'tsangiz. Challenge boshlashga boshlab qo'ydik, endi oxiriga ham yetish kerak. Xudo xohlasa, men 100 mingta bo'lamiz. Ya'ni 100 mingta bo'ladi Gadget Shop akkaunti. Boshida o'ylandim, qo'limdan keladimi yoki yo'q, lekin qattiq mehnat qiladigan bo'lsa, hozirgi paytda ko'pchilik 100 ming, 200 ming auditoriya yig'ish qilishyapti. Odam qilyaptimi? Odam qilgan ishni odam qiladi. Men ham xudo xohlasa ularga o'xshab harakat qilsam qilaman dedim, lekin u paytda ideya yig'ish bor, syomkasi bor, joylashlar bor, shularni ham xudo xohlasa o'ylab chiqqanman. O'zimga ikkita jazo qo'llamoqchiman. Ya'ni bitta jazo, bitta mukofot qo'llamoqchiman, anarog'i. Mukofot shunday bo'ladi, agar 100 mingta bo'lganimdan keyin ota-onam va o'zimni umra ziyoratiga jo'nataman. Ya'ni ota-onam bilan o'zim umra ziyoratiga borib kelaman. Jazosi shunaqangi bo'ladi. Mabodo 100 mingta bo'la olmasam, men yaqinda uylanish arafasida turibman. Xudo xohlasa, hamma yo'g'im tayyor.
Uylanmoqchiman bu yil. Shu uylanishimni keyingi yilga kechiktiraman. Da, mukofot bu umraga yo'llanma. Bu juda ham ajoyib. Sovg'a bo'ladi, ota-ona uchun ham juda ham bir ota-ona xursand bo'ladigan ish bo'ladi. Lekin agar planlar chappasiga ketadigan bo'lsa, Nurmuhammad yana bir yil yolg'iz boshi bilan bo'ydoqlikda yashashiga, ishlashiga to'g'ri keladi. Bo'ydoqlar lekin padishka qiladi degan umiddaman men. Ha, Bo'ydoqlar. siz bilan dardi birlardan albatta paddeshka kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu yil uylanmoqchi bo'lib yurgan do'stinglarga jo'natib qo'ysanglar ham Bo'ladi. Yaxshi, Nurmuhammad o'zi Instagramda 100 mingta obunachi yig'ish uchun, jonli auditoriya yig'ish uchun Instagramni qanday qilib shakllantirish yoki qaysi yo'nalishdagi videolarni qaysi holatlarda Instagramga video joylayotganda o'zi nimalarga e'tibor berish kerak, shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Instagramga video joylash bo'yicha biz o'zimizni qadriyatimizdan kelib chiqqan holatda ishlaymiz. Qanaqangidir bir so'kinishlar, bir behayo narsalar yoki bir qandaydir bema'ni narsalar chiqarmaymiz. Imkon boricha sotuvga, marketingga va odamlarni zeriktirib qo'ymaslik va foydali narsalar chiqaramiz. Sababi oldin bilgan bo'lsangiz, Instagramimizni o'rtasida biz anaqamiz yo'qolib qoldi, yumor videolarimiz. Sababi Sherziz akam bunga qattiq qaradi, kerak emas dedi. Undan oldin men ko'p yumor video qo'yardim Instagram sahifamizga, keyin qo'yishni to'xtatdik. Faqatgina foydali ma'lumot berdik, odamlarga manfaati tegadigan video berdik va oldi-sotdi videolar qo'ydik. Keyin o'yladimki, analiz qilib chiqqan holatimizda foydali ma'lumot beryapmiz. Odamlarni zeriktirib qo'ymaydigan biron narsa ham qo'shish kerak deb o'ylab turib, o'zimizni yo'limizda, o'zimizni sohaga to'g'ri keladigan va o'zimizni qadriyatimizdan chiqmaydigan yumor videolar qo'yishni afzal ko'rdim. Ko'p emas, faqatgina orada auditoriyamizni zeriktirib qo'ymaslik uchun. Sizlarga ham shu narsani tavsiya beraman. Sababi har doim to'g'ri yumor video tez Instagramda bangallashi mumkin, lekin odamning vaqtini qandaydir manfaatsiz yoki keraksiz bo'ladigan bo'lsa, odamning vaqtini o'g'irlab qo'yadi. Ko'p video bo'lsa, sizni qandaydir bir prikol odamdek tanishi ham mumkin. Men prikol odam emas, meni bir ekspert shu soha bo'yicha bir ma'lum bir darajasi bor. Men misol faqat Apple'da olib chiqaman, ko'pchilik meni Applechi deb biladi, iPhonechi. Ko'p tanishlarimiz, ko'p mijozlarimiz, menga kelgan mijozlarim aytadi, iPhone'ni merini mana qilsam nima bo'ladi? Merini ana qilsa, bu yerini buna qilsa. Hammasiga imkon qadar bilgan narsalarimni beraman. Sababi nimaga? Meni videolarimdan ko'rishganki, ha bu biladi. Tursto buni qo'lidan keladi. iPhone olsam, merini to'g'rilab berishga. Shu narsaga qarab ketaman. Ya'ni yo'nalishim texnoblogerlik bo'lsa ham, lekin imkon qadar odamlarga tushunarliroq va qiziqarliroq olib borishni yo'lini izlab topib qilib beraman. Albatta, bu ma'lumotlaringiz kuzatuvchilarimizga foydali bo'ladi deb o'ylaymiz. Hop, Gadget Shop Instagram sahifasi yoz oxirigacha 100 mingta obunachi yig'ish uchun challenge-ni e'lon qildi. Bu challenge-da o'zi aytdiki, o'zingiz uchun jazo hamda yutuq o'zingiz uchun maqsad qilib qo'ygansiz. Endi kuzatuvchilarimiz uchun ham 100 mingta obunachi bo'lganda qanaqadir bir sovrinlar, taqdirlashlar, obunachilarimiz uchun qandaydir rag'batlar bo'ladimi? Bo'ladi, faqatgina bu videoda aytmaymiz Abdulaziz. Faqatgina 100 mingta bo'lganimizdan keyin ungacha bular qo'llab turish kerak bizni. Bu kichkinagina bizning sirimiz bo'lib qo'yaversin. O'rtamizda sir, lekin men o'zim ayta olaman, albatta 100 mingta obunachiga erishganimizdan so'ng kuzatuvchilarimiz uchun ham juda ham bir ajoyib qiziqarli sovg'alar bo'lishiga ishonaman. Albatta. Keyingi videolarimizda aytib o'tamiz. Instagram yurgizayotganlarga birinchi eng yaxshi maslahatim bu doim reels qo'yish kerak, o'zini yo'nalishi bo'yicha. Xoh oddiy bo'lsin, xoh kreativ montajmi, boshqami, u farqi yo'q. Faqatgina foydali ma'lumot, o'zini yo'nalishidan chiqmagan holatda odamlarga manfaati tegadigan narsa qo'yish. Ikkinchi o'rinda istoriyani qo'yish kerak. Nimagaki istoriya qo'yyaptimi? Odamlar profiliga kirganki, odam biladiki, ha bu hali ham akkaunt yurgizyapti ekan degan narsa bo'ladi. Shu. Uchinchi o'rinda
doimo konkurent va o'zini analiz qilib borsin. O'zini yo'nalishidagi konkurentlari va o'zini. Men ko'p ko'raman, o'zimni videolarimni qo'yib chiqaman, ash cringe videolarimdan boshlab eng yaxshi videolarimgacha doim analiz qilaman va o'zimdagi xato, kamchiliklarimni har doim topaman va har doim to'g'rilashga harakat qilaman. Shu narsaga ular ham e'tiborli bo'lishsin. Do'stlar, bugungi podkastimizni mavzusi va qisqacha suhbatimiz shulardan iborat edi. Bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar va yangi videolarni o'tkazib olmash uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar. Bu podkastimiz YouTube'da joylanadi va keyingi podkastlarimiz ham albatta YouTube platformasiga joylab boramiz. Bundan-da qiziqarli ma'lumotni va Gadget Shop'da ish jarayonidagi hodisalarni yoki voqealarni sizlar uchun yoritib boramiz. To'liq qiziqarli videolarni kuzatish uchun bizni kuzatishdan to'xtamanglar. Sizlar bilan Gadget Shop sotuv bo'limidan Abdulaziz hamda Insta blogger Brandface Nurmuhammad bo'ldi. Albatta keyingi videolarimiz bundan-da qiziq bo'ladi. Keyingi videomiz mavzusi Gadget Shop asoschisi Parpiyev Sherzodbek aka bilan olamiz. Xudo xohlasa bundan-da qiziq va Gadget Shopni yaratilish jarayoni, boshlanish jarayonlari haqida batafsil intervyu qilishga Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Bizni kuzatishdan charchamanglar va to'xtamanglar.